Xush kelibsiz. Bugun darsimizning ikkinchi qismida antroposotsiogenezning asl mohiyatini, inson qanday qilib ijtimoiy va ma'naviy shaxsga aylanishini ko'rib chiqamiz. Insoniyatning shakllanishida mehnat va jamoaviy hayot hal qiluvchi rol o'ynadi. Mehnat jarayonida inson nafaqat tabiatni, balki o'zini ham o'zgartirdi. Tin va tafakkur bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Muloqot qilish ehtiyoji nutqni, nutq esa o'z navbatida murakkab fikrlashni yuzaga keltirdi. Oila va tarbiya orqali biz o'zimizdan oldingi avlodlar tajribasini o'zlashtiramiz. Bu jarayon insonning ma'naviy qiyofasini shakllantiradi. Madaniyat bu biz yaratgan olamdir. San'at, fan va axloqiy normalar bizni hayvonot dunyosidan butunlay ajratib turuvchi asosiy omillardir. Sotsial muloqot orqali biz jamiyatning to'laqonli a'zosiga aylanamiz. Bu jarayonda bizning dunyoqarashimiz va qadriyatlarimiz to'planadi. Demak, inson bu jamiyat va madaniyat mahsulidir. Ammo bugungi axborotlashgan jamiyat bu jarayonlarga qanday yangi o'zgarishlar kiritmoqda? Bugun biz axborotlashgan jamiyatda antroposotsiogenez muammosini o'rganishni boshlaymiz. Bu insoniyatning yangi davrga o'tishini belgilovchi asosiy omildir. Antroposotsiogenez inson va jamiyatning shakllanish jarayonidir. Bugun bu jarayon tubdan o'zgarib, mutlaqo yangi bosqichga ko'tarildi. Raqamli texnologiyalar bizning fikrlash tarzimizga va biologiyamizga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Bu savollar bugun har qachongidan ham muhimdir. Biz nafaqat murakkab asboblar yaratdik, balki ushbu raqamli ekotizimning bir qismiga aylandik. Bu esa yangi sotsial muammolarni keltirib chiqarmoqda. Axborotlashgan jamiyatda insonning mohiyati nima? Biz hali ham o'sha odammizmi yoki yangi gibrid bosqichga o'tdikmi? Mushohada vaqti keldi. Inson va texnologiya o'rtasidagi chegara qayerda? Buni anglash bugungi shiddatli dunyoda har birimiz uchun nihoyatda zarurdir. Keyingi qismda biz ushbu muammolarning chuqur falsafiy jihatlarini ko'rib chiqamiz. Biz bilan qoling va yangi bilimlarni kashf eting. Hurmatli talabalar va tinglovchilar, biz axborotlashgan jamiyatda antroposotsiogenez muammosini o'rganish bo'yicha ma'ruza kursimizning yakuniy qismiga yetib keldik. Ushbu jarayon insonning nafaqat tashqi dunyosi, balki uning ichki mohiyati va ijtimoiy qiyofasi qanday o'zgarib borayotganini tahlil qilish imkonini berdi. Axborotlashgan jamiyatda insonning biologik va ijtimoiy uyg'unligi buzilmasligi uchun har birimiz texnologik taraqqiyotga ongli ravishda yondashishimiz lozim. Ma'naviy va axloqiy qadriyatlarimiz raqamli dunyoda biz uchun eng ishonchli kompas bo'lib xizmat qilishi bu kursimizning asosiy xulosalaridan biridir. Biz texnologiyalar asrida shunchaki iste'molchi bo'lib qolmasdan, balki insoniy fazilatlarimizni asrab-avaylovchi va boyituvchi ijodkorlar bo'lishimiz shart. Antroposotsiogenezning ushbu yangi bosqichi bizdan yuksak mas'uliyat va chuqur bilim talab etadi, bu esa kelajak avlodlar taqdirini belgilab beradi. Darsimiz davomida ko'tarilgan masalalar sizda yangi fikrlar va falsafiy mushohadalar uyg'otgan bo'lsa, biz o'z maqsadimizga erishgan hisoblanamiz. Shu bilan axborotlashgan jamiyatda antroposotsiogenez muammosi mavzusidagi lesonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bilim olishdan to'xtamang. E'tiboringiz va faolligingiz uchun rahmat. Ozligingizni va insoniyligingizni doimo yuksak tuting. Salomat bo'ling. Darsimizning 3-qismida axborotlashgan jamiyatning inson taraqqiyotiga ko'rsatuvchi bevosita ta'sirini tahlil qilamiz. Bugungi kunda raqamli muhit insonning ikkinchi tabiatiga aylandi. Bu bizning dunyoqarashimiz va ijtimoiy munosabatlarimizni tubdan o'zgartirmoqda. Onlayn ta'lim va sun'iy intellekt bilimlarini egallashning misli ko'rilmagan imkoniyatlarini ochib berdi. Biz endi cheksiz axborot oqimidan foydalana olamiz. Muloqotimiz virtual olamga ko'chmoqda. Bu bir tomondan masofalarni yaqinlashtirsa, ikkinchi tomondan jonli muloqotning kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu jarayonda ham ulkan imkoniyatlar, ham jiddiy xatarlar mavjud. Axborot ko'pligi ba'zan insonni chalg'itishi va qadriyatlar almashishiga olib kelishi mumkin. Axborotlashgan jamiyat bizning fikrlash tarzimizni klip mantiqidan tizimli tahlilgacha bo'lgan barcha jarayonlarni qayta shakllantirmoqda. Xo'sh,
Ushbu texnologik inqilobda inson o'zligini qanday saqlab qoladi? Kelajakda bizni nimalar kutmoqda? Falsafiy xulosalarni chiqarish vaqti yaqinlashmoqda.